Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum Xalabi. Hozir uyda sizni ko'rib pensiyangizmi? To'g'rimi? Hech yerdan girim yo'q. Yo'q. Necha so'm pensiya olasiz? Ben 820 ming olaman. 820 ming so'm. Akamizni bir oy yaqini oldirganlar. Men endi yaqindan nataman. Shunga kelib o'tiraman. Ava. Shunga o'tiraman. Yaqindan ko'rsatishim kerak. Buni hech qanday ayanchli joyi yo'q o'rtoqlar. Akamizni bir oy yaqini yana yarmini olib tashlaganlar. Endi ikkinchi oy yaqin hozir shunday bo'lgan. Vaskulit kasallik ekan. Shu qo'lingizdan kelgancha ozgina bizlarga yordam eting. Yo'llarda og'ir dard bilan qadam tashlaysiz. Ko'nglingizda ming armon yashirin yashaysiz. Ba'zan tunlari jim yig'lab ham olasiz. Siqilmang singlim, bir oyog'im yo'q deb. Hayot ba'zan odamni qattiq sinaydi, ko'ngilni og'ritib, yurakni qiynaydi. Lekin sabr qilgan banda oxir yutadi. Siqilmang singlim, bir oyog'im yo'q deb. Odamlar qaraydi, ba'zilar kuladi, ba'zilar achinib sukutda turadi. Lekin sizning qalbingiz hammasidan ulug'. Siqilmang singlim, bir oyog'im yo'q deb. Bir oyog'ingiz ketdi, ammo kuchingiz bor. Yuragingiz ichra hali katta orzu bor. Oldingizda hali uzoq, yorug' yo'llar bor. Siqilmang singlim, bir oyog'im yo'q deb. Alloh sinov beradi kuchli bandalarga. Sabr qilganlarni yetaklar yorug'larga. Yuragingizni bermang hech qachon dardlarga. Siqilmang singlim, bir oyog'im yo'q deb. Bir kim bitayin, yo'q shodlik, yo'q qayg'u aralash doim. Ba'zan aql qizlar bebaxtur bo'lib, tanti qizlarga baxt berar Xudoyim. O'ksinmang ukajon, o'ksinmang singlim, sizni ham sevarlar, sevib qolarlar. Ba'zan aql qizlar bebaxtur. Ro'za Ramazonlar muborak bo'lsin. Hammamiz Mo'min Ramazon hammamizga va Xudo xolasa Rustamning boshchiligida keldik. Assalomu alaykum. Do'stlar, assalomu alaykum hammangizga. Ro'za Ramazon oylari muborak bo'lsin. Jo'rabek, sen ham olib bo'ldingmi? Ama ben kadr içinde kadr etibman mana. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum Xalabi. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Omonmisiz? Yaxshimisiz? Ha, Ro'za Ramazon oylari muborak bo'lsin hammangizga. Allah'ım şimdi roza Ramazan aylarına köpünü yetireversen hemen ailesi tinç bulup keserlerimizden şifa verip gülüp oynayabildi hemen. Amin. Xudoyim shu akamize Allah'ım o'zi şifa versin. Bize günde Xudodan so'raymiz. Kasallarimiz ko'p, Allah'ın nazari tushgan har bir insona. O'zi Allah nazar salsa shuni derdi beradi ekanda yaxshi ko'rgan bandasi deb aytadilar. Xudoyim hamisha Allah'ni yaxshi ko'rgan sevgili bandasi bo'lib birgaysiz Xudoyim. Bundan bir raporasa bir 2 oy oldin ham xonadonlarına borib, syomka qilib, xalqimizga omonatlarni topshirgan edik. Agar video bo'lsa, hozir shunda bir qisqacha kadr qo'yib o'tamiz shunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Bir oyog'ingizni oldiribsiz-a? Bir oyog'imni oldirdim. Bergindan boshlaydi. Shuni olib tashlaymiz deb aytdilar. Yomoncha saqlab qolinglar deyman. Farzandlardan yo'q ekan-a? Yo'q. Ikkiginangiz yashaysiz-a shu uyda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 enapga. Xudoyim yaxshi bo'lib ketkaysiz. Oyoqni ikkinchisini ham olamiz deymi? Ikkinchisini ham olib tashlaymiz deyman. Apkamizni onalari uyga borib, apasiz-ang? Adingiz kim edi? Jamila opam uyga borib 2-3 marta borib murojaat etdilar. Kasallarimiz juda ham ko'p o'rtoqlar. Bizning mana bu faoliyatimiz, ya'ni ijodimizni rivojlantirish va ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalarga yordam berish deb faoliyat olib qo'yatimiz. Endi xalqimiz qo'llab-quvvatlab turibdi. Kattalarimiz ham mana qo'llab-quvvatlab turdilar. Rahbariyat ham qo'llab-quvvatlab turdi. Alloh razı bo'lsin hammasidan. Ro'za Ramazon oylarida endi bekor o'tirmoqli deb hozir shu akamizni dadalari Rajabboy ham 3 marta bordilar. Mana 10 kun ichida 3 marta bordilar. Endi majburlikdan bordilar. Chunki Rajabboy otamni qizlari
bularni endi turmushi o'xshamadılar, to'g'rimi? Endi ochiqcha aytib o'tamiz, endi xafa bo'lmaysiz. Chunki xalqimiz hamma narsani bilishi kerak. Bu yerda yashirib bo'lmaydi. Oldingi videomizda yashululari bilan birga o'tirganini, oilasi bilan o'tirganini syomka chiqargan edik. Hozir endi ayrim sabablarga ko'ra bular sharoit to'g'ri kelmagan, endi onasini, otasini uyine kelib tashlab ketganlar. Chunki davolatolmay imkoniyat bo'lmaydi o'rtoqlar. Hech ham ayblamoqchi emasman o'rtoqlar. Har kim o'zini o'tganini o'zi biladi. Bu akamizga juda ham moddiy yordam kerak o'rtoqlar. Ro'za Ramazon oylarında vaqtni bekor o'tirmasdan avvalambor yaqiningga yordam ber deydi. Bu video avvalambor yaqinlarimizga chiqib turgan bo'lsa, oldilarimizdan chiqib turgan bo'lsa, videoni oxirigacha maksimal ko'rib, maksimal darajada tarqatishga yordam beringlar o'rtoqlar. Akamizni bir oyaqini oldirganlar. Men endi yaqindan nataman. Shöyle kelib o'tiraman. Akamizni bir oyaqini yana yarmini olib tashlaganlar. Endi ikkinchi oyoq ham hozir shunday bo'lgan. Qanaqa kasal edi bu? Vaskulit kasallik ekan. Allohim o'zi shifoingizni bersin aka. Bizning videomizni ko'rib keltirgan insonlar bo'lsa, duo qilinglar o'rtoqlar. Ro'za Ramazon oyida albatta 2 karra, 10 karra duolar ijobat bo'ladi o'rtoqlar. Imkoniyatingiz bo'lsa shu apkamizni kartalarni qo'yamiz. O'rtoqlar, mana shu yerda kartalarni qo'yib qo'yaman, opisiya joyina qo'yib qo'yaman. Apkamizni adini ochilgan karta bormi? Yo'q. O'zlarining nomini ochilgan. Adi familiyangiz kim deb chiqadi? Eshchanova Kamolat deb chiqadi ekan. Mana shu apkamizga Ro'za Ramazon oyida fitralaringiz, endi zakot, sadaqa, ihson deydi o'rtoqlar. Mana shu singlimizni, apkamizni kimnidir singlisi, kimnidir apkasi endi. O'rtoqlar, shu kartalarni yordam maqsadida bu apkamiz hozir davolanish uchun umuman mablag'lar qolmagan. Chunki har oy Toshkentda mana dadalari olib borib davolatib keladi ekan. Bir o'qilingiz necha so'm dedingiz? 3 milliondan olaman her okuluma. Her okulunuz 3 milyon so'mdan, O'rtoqlar, men avvalam aytadim videolarda, kasallik pulni hisob kitobini aytmaydi. Xudoyim hech kimga bermagan bunday dardlarni. Xudo xolasa men shu ro'za oyida fitra qilaman, zakat qilaman degan insonlar bo'lsa, shu yerda karta raqamini o'zlarining nomini ochilgan o'rtoqlar. Barakasini bersin. 10 ming so'm tashlaysizmi, 5 ming so'm tashlaysizmi? Imkoniyatingizga qarab, bizning obunachilarimiz ko'p, bizning kuzatuvchilarimiz ko'p, bizning yaxshi insonlarimiz ko'p o'rtoqlar. Oilasi yo'q, farzandlari yo'q, birgina yolg'iz mana otasi, onasi pensiyasi bilan mahalladan ham yordam bo'lgan o'z vaqtida, bulardan ham nolinish nima yo'q. Imkoningiz bo'lsa yordam beradi. Imkoningiz bo'lmasa duo qilinglar. Mana shu saharlikda, iftorlikda bir duo qilib qo'yinglar Kamolat akamizning nomlarini. Assalomu alaykum onachilarimiz. Sog'omamizlar, shu ozgina yordamlarınız gerek, şimdi davalanışım için, okullarım için, ahvalim shunday bo'lib qoldi. Endi o'rtoqlar, apkamizda hayajon bor, dardi ko'p. Xudo xolasa, apka yaxshi bo'lib ketadi. Xalqimiz, muruvvatli insonlarimiz ko'p. Hammamiz ham Xudoda birga insonmiz. Topganimizni farzandlarimizga yediramiz. Ortganini xalqimizga, mana shunday beva bechara yetim yesirlara ihson, sadaqa qilamiz. Xudo xolasa bir duolarimiz ijobat bo'ladi degan umiddaman. Shu qo'lingizdan kelgancha ozgina bizlarga yordam eting. Sizni kur pensiyangiz to'g'rimi? Hech yerdan kirim yo'q. Yo'q, kirim yo'q, hozircha kirim yo'q. Necha so'm pensiya olasiz? Men 820 ming olaman. 820 ming so'm. Opasi 850 ni oladi. Xudo xolasa yana ko'r tursalar, pensioner otaxonimiz, onaxonimiz bularning pensiyasi bilan bunday kasalni boqish, bunday oilani tebratish o'zi bo'lmaydi. Agar o'zingizni yaxshi bir fikringiz bo'lsa, kommentariyada izoh qoldirib o'taverasizlar. Bu videomizni maksimal darajada o'rtoqlar tarqatishimiz kerak, yordam berishimiz kerak o'rtoqlar. Shunchaki ko'rib, tomosha qilib o'tkazib berishimiz kerak emas. Ko'p kasallarda kuzatganmiz, qassoblar go'sht olib borib ketadi, dehqonchilar kartoshka, piyoz olib borib ketadi ularga. Bu o'rtoqlar pul degani faqat pul bilan bo'lmaydi. Bilasizlar, bu oila yetib turgan mana shu oddiy pechinadan pul keladi u narsa. Bu dehqonchilik bilan yetishtirilmaydi. Bir uyma mehmon kelsa, o'zi yemin chiqaradi shuni saqlab qo'yib. Qand pechina sotadiganlarimiz ko'rishi mumkin. Qand pechina berishi mumkin. Endi xolasi orttirib bo'lsa pul berishi mumkin. Shu Xorazm territoriyasida deymizda o'zlarimizni misol rayonlar nalar ko'rib, misol kimdir bog'dorchiligi bor, kimnidir asalarichiligi bor, kimnidir yana fermalari bor. Moboda nima qilsang, garib bemalol havola olib ketishlari mumkin, ehsoni bo'lsa. To'g'ri. Telefon nomer, ulangan nomer bor hang kartaga. Telefon nomeri necha? Ulangan 90 dan 431
24 73. Şu kartaga ulangan telefon nomeri turadi o'rtoqlar. Yaxshi niyat qilib tursalar, duo qilib tursalar, duolar ijobat bo'ladi. Chunki aramızda yaxshi insonlar, kuchli insonlar, Allohga yaqin bo'lgan insonlar ko'p. Chunki meni obunachilarim hammasi omadli insonlar. Omadingizni bersin. Ilohim hayotda hamisha baxtli bo'lib, oilangizda tinchlik, totuvlik bo'lib tursin, xonadoningizda to'y bo'lsin, tomosha bo'lsin. Biz san'atkorlar borib, yaxshi kunlaringizda, to'ylaringizda xizmat qilmoq nasib etsin ilohim. Shu xonadonlardan to'ylar bo'lsin ilohim. Salomat bo'linglar. Rahmat.